Eron Yaqin Sharqda shunchaki bir davlat emas, balki butun mintaqaning kuch muvozanatini siljitib turadigan markaziy o'yinchilardan biri hisoblanadi. Chunki uning siyosati, mafkurasi va harbiy strategiyasi bevosita boshqa yirik davlatlar manfaatiga borib taqaladi. Shu sababli Eronning raqiblari oddiy diplomatik kelishmovchilik darajasida emas, balki yashirin urushlar, proksi to'qnashuvlar va ochiq tahdidlar bilan kechadigan murakkab qarama-qarshiliklar sifatida shakllangan. Bugun biz Eronning Yaqin Sharqdagi eng jiddiy raqib davlatlari haqida gaplashamiz. Shu kabi videolar siz uchun qiziqarli bo'lsa, kanalga obuna bo'ling. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, qani ketdik. Hammaga mashhur Habbatus Sauda brendidan Assa Premium mahsuloti, haqiqiy tabiiy asal va qora sidananing mukammal uyg'unligi, prostata muammolari, jinsiy zaiflik va bepushtlikni oldini olishga tezkor yordam beradi. Ta'siri dastlabki kunlardanoq sezila boshlaydi. Bizning maqsadimiz sog'lom hayotga tabiiylik bilan erishish. Buyurtma uchun quyidagi raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin. Yaqin Sharqdagi Eron bilan qarama-qarshilikning eng keskin nuqtasi avvalo Isroil bilan bog'liq. Chunki Isroil Eronni o'z mavjudligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid deb biladi. Eron esa Isroilni mintaqadagi eng asosiy dushman sifatida ko'radi. Bu ikki davlat bir-biri bilan ochiqdan-ochiq urush olib bormayotgan bo'lsa-da, Suriya hududidagi havo zarbalari, kiber hujumlar va maxfiy operatsiyalar orqali real jang maydonlarida to'qnash kelmoqda. Bu qarama-qarshilik har qanday vaziyatda nazoratdan chiqib ketishi mumkin bo'lgan eng xavfli frontlardan biri hisoblanadi. Eron uchun mintaqadagi yana bir yirik raqib bu Saudiya Arabistoni bo'lib, u bilan raqobat faqatgina qurollar yoki hudud masalasida emas, balki butun Yaqin Sharqning yetakchisi bo'lish uchun olib borilayotgan mafkuraviy va siyosiy kurashdir. Eron shiyalar ta'sirini kengaytirishga urinayotgan bir paytda Saudiya Arabistoni sun'iy dunyoning yetakchisi sifatida bu ta'sirni to'xtatishga harakat qiladi va aynan shu qarama-qarshilik Yaman, Livan va boshqa mintaqadagi qonli proksi urushlariga sabab bo'lgan. Yuqorida aytib o'tilgan ziddiyatlar fonida Eron bilan AQSh o'rtasidagi munosabatlar ham alohida o'rin tutadi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari mintaqada Isroil va Saudiya Arabistonining asosiy himoyachisi sifatida Eronga bosim o'tkazib keladi. Sanksiyalar, harbiy bazalar, dengizdagi patrullar va ochiq tahdidlar Eronni doimiy bosim ostida ushlab turadi. Bu qarama-qarshilik Eronning harbiylashuvini tezlashtirgan asosiy omillardan biri bo'lib qolmoqda. Eronning raqiblari orasida Birlashgan Arab Amirliklari ham bor. Chunki Fors ko'rfazidagi orollar, dengiz savdo yo'llari va iqtisodiy ta'sir masalalari bu ikki davlatni yashirin raqobatga olib kelgan. Amirliklar Eron bilan ochiq urushdan qochgan holda Qo'shma Shtatlar va Saudiya Arabistoni bilan hamkorlik orqali Eron ta'sirini cheklashga urinadi. Eron esa buni o'z atrofini o'rab olishga qaratilgan strategiya sifatida qabul qiladi. Eronning Turkiya bilan munosabatlari ham doimiy sovuq raqobat ohangida kechadi. Chunki bu ikki davlat ham Yaqin Sharqda mustaqil yetakchi bo'lishga intiladi. Turkiya ochiq dushmanlik qilmaydi, ammo Iroq, Suriya va Kavkazdagi ta'sir zonalari uchun raqobat Eron va Turkiyani strategik raqib sifatida bir-biriga qarshi qo'yib keladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, bu ikki yirik mamlakatning so'zi bir joydan chiqqan vaqtlar ham uchrab turadi. Bu raqobatlarning barchasi shuni ko'rsatadiki, Eron Yaqin Sharqda yolg'iz emas, balki doimiy qarama-qarshiliklar ichida yashayotgan katta davlatdir. Uning har bir harakati zanjir reaksiya kabi boshqa davlatning javob choralarini keltirib chiqaradi. Shu sababli Eronning raqiblari bilan bo'lgan munosabatlari mintaqani doimiy taranglikda ushlab turadi. Yaqin Sharqning kelajagi aynan shu yashirin va ochiq kurashlar qanday yakunlanishiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Yaqin Sharqdagi bu shaxmat doskasida hozirda kim ustunlikka erishmoqda deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha